shu holat, yana bitta balon olib qo'yganmiz. Mana bu yerda yirtig'i bor, mana bu yerda yirtig'i bor mana. 2 kun oldin klient qildirgan mana shuni. Shishkasini ko'rayotgan bo'lsangiz, yaxshigina shishka ham berib turibdi. Ichidan mana shunday latka yopishtirib bergan dedi. Hech bo'lmasa tanish vulkanizatorlarimizga maslahat. Hech bo'lmaganda mana shu salgina sifatliroq firma ishlatinglar, sifatlirog'idan. Mana shundan klient 150 ming so'm, 200 ming so'm berib yamatganda, xudo xolasa bu shishkamizni ham qaytarib, yirtilgan joylarini yamab, chiroyli qilib beramiz. Bitgan holatda ham ko'rsatib o'taman. Mana gap isboti bilan deganda eng arzon yamoqlardan bittasini qo'yib yuborgan. Bu yamoq ham yomon emas, faqat to'g'ri tanlansagina yomon emas. Qaysi yirtiqqa qanaqa yamoq. Xullas bu balonimizni ham remont qilib beramiz. Pechkamizga bitib chiqqan holatini ham ko'rsatib o'taman. Mana shu joyimizda yirtiq bor edi. Shishkamiz mana bunaqasiga ketgandi. Ham birorta joyda shishka ko'ryapsizmi hozir? Balonimiz holati bo'lsa zo'r. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, Shina servisga murojaat qilsangiz, sifatli va tez hal qilib beramiz.